Men 21 yillik advokat sifatida maktabda o'qiydigan farzandimga 3 ta narsani hech qachon qilmaslikni doim uqtiraman. Birinchi qoida: begonaning yukini ko'tarma. Maktabda yoki ko'chada kimdir sumkasini ushlab tur yoki mana buni berib yubor desa aslo ko'nma. Ichida nima borligini bilmaysan, lekin qonun oldida javobgarlik sening bo'yningga tushishi mumkin. Ikkinchi qoida: internetdagi izingga ehtiyot bo'l. Telegramda, guruhlarda birovni haqorat qilma va shubhali rasmlar tarqatma. Hazil deb yozgan izohing kelajakda obro'yingga va karyerangga bolta urishi mumkin. Internet hech narsani unutmaydi. Uchinchi qoida: birovning buyumiga tegma. Birovning telefoni yoki shaxsiy buyumlarini ruxsatsiz olma. Hatto hazil bo'lsa ham. Nazarlaringdagi oddiy hazil qonun tilida o'g'irlik moddasiga aylanib ketishi hech gap emas.